Bizda futbol yangiliklari: Romani qutqara olmagan Shomurodov va boshqalarning o'yini qanday baholandi? Assalomu alaykum hurmatli muxlis, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videoroligimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizga hurmatli bo'ling va haqorat qilmang. Claudio Ranieri boshqaruvga o'tgandan keyin o'yinchi kuchaygan Romaning Yevropa Ligasidagi yurishi nimchorak finalda to'xtadi. Bu bosqichda Bilbaoning Atletik klubiga to'qnash bilan rimliklar birinchi uchrashuvda Eldor Shomurodovning goli evaziga 2-1 hisobda g'olib chiqqani bois musobaqani davom ettirish imkoniyati bor edi. Lekin Ispaniyaning o'yin Claudio Ranieri shogirdlari uchun o'ta omadsiz boshlandi. Tajribali himoyachi Matis Hummels 11-daqiqadayoq maydondan haydalib ketdi. Atletik bir kishi kam bo'lib qolgan raqibini taslim qilishga qiynalgani yo'q. Claudio Ranieri o'yinni qutqarish maqsadida qator o'zgarishlarga qo'l urdi. Eldor Shomurodovni 61-daqiqada maydonga tushirdi. Legionerlarimiz xursand. Urinmasin jamoasi 1-3 hisobda yutqazib musobaqani tark etdi. Roma faoliyatini yoritib kelayotgan laromat24.it sayti rimlik futbolchilarning Bilbaodagi o'yinini quyidagicha baholadi. Sevillar 6-5 qo'ldan kelganicha jamoasini gollardan qutqarishga harakat qildi, biroq Atletik bosimi qarshisida 3 marta ojiz qoldi. Mancini 5,5 himoyadagi vazifalarni to'liq bajara olgani yo'q, raqibini to'xtatish uchun imkoniyatidan yuqoriroq o'ynashi kerak edi. Hummels 3 ball, katta xato. Nidika 5,5 bu o'yinda qahramonlar kerak edi. Nidikani ular qatoriga qo'shib bo'lmaydi. Renish 6 Roma himoyachilari shu futbolga nisbatan yaxshi o'ynadi, lekin natijaga kamlik qildi. Shomurodovga 6 ball qo'yildi. Maydonga tushishi bilanoq Atletik darvozasiga xavf soldi. Eldorning zarbasidan raqib posbonni qaytarib qoldi. Jamoani jonlantirdi, biroq uning harakatlari ham vaziyatni o'nglashga kamlik qildi. Balkim Shomurodovni oldinroq o'yinga tushirganida Claudio Ranieri ular yutishi mumkin edi. Siz qanday fikrdasiz? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizga bu videoni ulashib ogohlantirib qo'ying. Videoga like bosing va izohlarda kommentariyalar qoldiring.